Bizning birinchi darsimiz TradingView haqida bo'ladi. Bu bizning asosiy programmamiz, analitika qiladigan. Bunda analiz qilib turib, keyin savdo platformamizdan savdoga kirsak bo'ladi. Bunda juda ko'p indikatorlar mavjud, budilniklar bor, bozor orqaga qaytarib turib o'rganish bor. Mana har xil rasmlar bor, chizsa bo'ladigan instrumentlar, ya'ni Fibonacci, lineyka, juda qulayliklari ko'p. O'shanga menimcha vallohu alam 90% traderlar shunda analiz qilib turib kiradi. Shuning uchun ham 2-3 ta monitor oladi odamlar. Bittasi TradingView ochib qo'yadi, bittasi o'zini o'sha MetaTrader'ni ochib qo'yadi yoki Binance'ni ochib qo'yib savdo qiladi. Liboy bir trader kompyuterda analiz qilib kirish shart. Kompyuter bo'lmasa kompyuter olish kerak. Hech qachon telefonda analiz qilib telefondan kirmaylar, o'xshamaydi. Keyin aldiydi telefon. Qanaqasi ham kichkina, kamida bitta monitorli kompyuter bo'lishi shart, hatto notebook olish kerak. Trader uchun eng muhim narsa notebook. Xo'p, endi platforma qisqacha tushuntirib o'taman programma haqida. Birinchi bo'lib biz buni sketchat qilib olishimiz kerak. Google'ga nima qilib yozasizlar, TradingView sketchat deb yozsanglar, nima chiqarib beradi o'zi. Bosganingizda dili Windows, dili Mac chiqib keladi o'zi. Bossanglar sketchat qiladi. Sketchat qilganingizdan keyin kiradi programmaga. Kirganingizdan keyin qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda bizda instrument belgilasak bo'ladi. Masalan, ko'pchilik HowUSD deyishlar ekan. HowUSD bu tilda O1 bo'lsa bu broker. Mana Exynos, RoboForex o'shalarga o'xshagan, lekin bu eng международный haqiqiy bozorga olib chiqadigan grafikli programma o'sha O1 da. Mana kompaniya. Tillarni tanlab olasizlar masalan. Tanlab olganingizdan keyin bu yerda indikator bo'limi bor. Boshidan boshlab qolamiz. Bu time frame'lar. 1 minutli, 5 minutli qarab ko'rasizlar. Bu shamlar. Mana bu candle, yaponskiy sham, mana bu barda savdo qiladiganlar bo'lsa agar kim gerchik ko'rgan bo'lsa, shu barda savdo qiladi bir xilda liniyada savdo qiladi. Biz начинающий bizga o'xshaganlarga mana shu yapon shamlari eng qulay bo'ladi. Tushgan chiqqandan analiz qilib olish oson. Keyin indikator bo'limidan har xil indikatorlar bor. Masalan, mana shunga RSI yozsangiz, masalan, chiqib keladi. Bossangiz grafikni chiqarib beradi. Rahmat bersanglar, mana bu yerdan bayga bergan indikator tepaga ketgan. Mana bu yerda sellga bergan pastga ketgan. Yaxshi narsa indikator ham ishlatishni bilsa, o'sha nafaqat analizingizga to'g'ri kelib qolsa, strategiyangizga zo'r ishlab beradigan narsa. Mana shu yerda masalan bayga bergan, yaxshi yuraverganini ko'rsanglar bo'ladi. Oddiy indikator. Shuni o'zida ham savdo qilib pul topayotganlar bor-da. Ularning hammasini faqat mana shu platforma orqali qilganingiz yaxshi. Bundan keyingisi bu sahang qilib qo'yish, keyingisi budilnik bo'ladi. Alert. Masalan, mana bu yoqqa plus qilib qo'ysangiz, narx mashaq kelgan paytida budilnik chaladi, mashaq keldi narxi ogohlantiradi. Bu bo'lsa anaqa orqaga qaytarish. Masalan, o'rganmoqchisiz, o'z mustaqil analiz qilmoqchisiz, mana bosib replay orqaga qaytaradigan bo'lsangiz, masalan, davom ettiradi, mana bossangiz, o'z savdo qilsangiz bo'ladi-da. Masalan, short ochasiz mana shu yerdan-da. Ishlaysiz bo'ladi mana shunaqa qilib. Shunaqa narsa bu. Hop. Keyingisi dars 2 ga bo'lib o'taman. 10 minut qilib tashlayman. Bu yerda o'sha grafический instrumentlar trendlikni chizadi. Mana bu option maqasga chizadi. Bu yerda Fibonacci'lar bo'limi bor. Fibonacci'lar bilan hammasini o'tamiz. Fibonacci. Har xil Fibonacci'lar mavjud. Mana bu zo'r Fibonacci, buni ham o'tib beraman. Shunaqa narsalar mana bu yozsa bo'ladi. Mana bu tekst yozadigani. Mana bu lineyka masalan necha foiz oqqanini ko'rsatadi. Qisqacha shu. Bitta o'zingizlar ham ko'rib tanishib chiqasizlar, registratsiya qilib olasizlar faqat bu programmani. Hamma analizlarni shundan qilamiz. Darslarni shu programma orqali o'rganamiz. Yana bitta zo'r narsasi bor bu programmani.
Xo'p, masalan, house ga kirdinglar. Mana bu yerda hamma narsa bor. Bosganinglarda community degan joy bor. Mana shu yerga kirganinglarda bu yerda yaxshi treyderlar tomonidan analiz qilinadi. Mana shu tillarni masalan tekin signal sizlarga. Masalan, mana bu odam tillarni mana buyoqqa ketadi deb analiz qilgan. Ya'ni order blok deyapti, mana shundan ovqat deyapti. Mana bossanglar davom etadi. Mana keyingi o'tgan order blokidan oqqanini ko'rsanglar bo'ladi. Bunaqa treyderlar juda ko'p. Mana shu program orqali bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, bu tepaga ketadi deyapti tillarni. Hozir aylanyapti. Mana aytgan joydan tepaga zo'r yurib berganini ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu signal bilan kirsanglar ham qayerdan kirish, qayerdan chiqish, entry belgilab qo'ygan hamma narsasini. Zo'r savdo qilsanglar bo'ladi. Yaxshi treyder masalan zo'r chiqyapti analizlari, masalanda buni lichkasiga kirib turib, keyin boshqa analizlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bunga podpisini qilib qo'ysa ham bo'ladi o'zini. Mana hozir u so'yildi deyapti. Neftni mashitdan bayi ketadi, analiz bergan ekan. Bullish. Bosamiz. Mana aytgan joyidan yurganini ko'rsanglar bo'ladi. Lekin zo'r yurib bergan gap yo'q. Bu yo'g'iga bilmayman qanaqa ketadi. Mana shu tamomiyatgacha ishlasa bo'ladi, lekin odam 30 minutlikda qilgan ekan. Yaxshi treyder ekan. Masalan, mana shunaqa qilib, xo'p. Yana bitta boshqadan ko'rsataman, qayerdan kirish kerakligini. Mana bosiladi, community bosiladi, kiriladi. Uyga vazifa endi trading view'da mana shu yaxshi treyder topib 5 ta analizini tashlab berishinglar kerak. Word ochasizlar, Wordga screenshot qilasizlar. Endi ozgina kompyuterni ham o'rganib qo'yish kerak bo'ladi, baribir tradingda juda muhim. O'sha ozgina ko'rib o'rganasizlar o'zingizlar mustaqil. Masalan, mana shu hozirgi analizi boshqa odam ekan bu. Mana shu ketyapti mana. Buni analiz bo'yicha tepaga ketish kerak tillar. Mana shuni screenshot qilasizlar-da, Windows Shift S. To'g'ri belgilab turib, Wordga tashlab 5 tasini gruppaga tashlab qo'yasizlar. Buni bunaqani muallifati tushish kerak, qilgan analizi tushish kerak. Hammaga manfaatli bo'ladi. O'zingizlar ham o'rganasizlar shunaqa qilib ertaga. Tekin signallarda, bular ancha aqlli, yana bizdan treyderlardan ko'ra ko'pi. Bunaqasi baloni, obro'si balonroqni qidirasizlar. Mana masalan juda anaqa ekan. Ko'p ekan druzalari. Ham tushuntirib ham bergan bu yerda qanaqa nima kirish joylari, volume zonalari. Juda opit va praktika bo'ladi sizlarga ham bu narsa. Mana shunaqa qilib uy vazifa qilinglar. 5 ta mana shunaqa tashab turib, 5 tasini 5 xil odamni screenshot qilib tashlasanglar, keyin uni tekshiramiz hammamiz gruppaga. Hammalarga rahmat. Birinchi dars tugadi. Savollar bo'lsa, yana bitta dars qilamiz agar. Ikkinchi darsimiz endi shu bozor strukturasi haqida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.